70 million boshlang'ich to'lov bilan siz aynan mana shunaqangi 5 qavatlilarning 3-qavatda joylashgan uyimizni xarid qilishingiz mumkin. Videomizga hozirdan bitta like tugmachasini bosib qo'ying. Pastda uy egalari raqamlarimiz chiqadi. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Batafsil ko'rib chiqamiz. 3-qavatga chiqib oldik aziz obunachilar. Ko'rib turganingizdek kattagina koridor turibman. Koridordan o'ng qo'limizda bizda dushovoy bilan hujjatxonasi birgalikda yarim o'lcha kafillangan yangi uy aziz obunachilar. Masla, hali hech kim yashamagan. Bu yerda chap qo'limizda bizda mehmonxonasi. Umumiy maydoni 41 kvadratni tashkil qilyapti aziz obunachilar. Sizda boshlang'ich 70 million pulingiz bo'lsa, mana shu ikki xonali xonadonni xarid qilishingiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, kelishim bilan chap qo'limizda spalni xonasi. Aynan spalni xonasida balkon joylashgan. Mehmonlar balkondan 3-qavatda atmosferasini qilishingiz mumkin. Juda qulay kvartira bo'lyapti aziz obunachilar. Koridorga kelishimiz bilan o'ng qo'limizda bizda oshxonasida moykalar qo'yilgan, gaz plitalar qo'yiladi. Tayyor holatda sizga topshiriladi aziz obunachilar. Hujjatlarga keladigan bo'lsak, hujjatlar sheris notarius bo'ladi. Hozirgi paytda bankda 310 million so'm qarz olgan, 70 million so'm bering, oyiga 4 million so'm kreditni davom ettirgan aziz obunachilar. Eng muhimi yangi uylardan bo'lyapti. Tezda shoshilib qolamiz. Pastda uy egalari raqamlari chiqishadi. Telefon qilib bog'lanib, o'z taklifini bemalol berishingiz mumkin. Aytgancha reklama maqsadida kelganmiz. Ko'chmas mulkingiz, noturar joyingizda reklama qilmoqchi bo'lsangiz, 99 716 53 78 raqamlariga bog'lanishingiz mumkin.